Anchadan beri bu mahallada sotilayotgan uylarni ko'rmadim. Biz hozir tiklanish mahallasiga kelganmiz. Yunusobod tumani tiklanishi eng zo'r, eng elitli mahallalardan bittasi turimiz hozir. Hamma uyimiz sotuvga chiqyapti, qaranglar fasadini. Juda ham chiroyli. Navesini qaranglar. Darvozalari ko'rinib turibdi, sifatli hovliligi. Mahallasi zo'r, hamma kommunikatsiya bor. Yon atrofdagi uylar ham ko'rsanglar bo'ladi. Zo'r hovlilar. Xo'p, hovlimiz 3 sotuv maydonga ega. Zo'r lokatsiyadan, zo'r narxga hovli qidirayotgan bo'lsanglar, mana sizlarga shunaqa variant. Polnisi fasadi toza, toshdan qilingan, travertindan. Qaranglar, yo'laklarini. Bemalol ikkita, uchta mashina sig'ib ketsa kerak. Zo'r qilingan. Juda ham sifatli uylardan bittasi. Asosiy bino kirish eshigi mana shu yerda bo'ladi. Bu yoq etek qismiga ham uy solingan. Mendan juda ham ko'pchilik odam so'radi, etek qismida uy bo'lsin deb. Mana sizlarga zo'r variant. Bu yerda отдельный zal, spalniy, sanuzel bor. Buni hozir ko'rib ketamiz. Mana uyimizning ichki tarafdan ko'rinishi. Ikkita podval bor. Bu yoqda отдельный podval uy ichidan tushsangiz bo'ladi. Bu yoqqa bo'lsa, chista mana shu hovlidan tushiladi. Bu yoqda kotelniy qismlari joylashgan. Xo'p, zelen zonani ko'rsak bo'ladi. O'rtada chiroyli zelen zona qoldirilgan. Lekin ishoninglar, uy atmosferasi juda ham zo'r. Olgan odam lekin mazza qilib yashaydi. Bu yoqda yozgi oshxona qilingan. Ko'rinib turibdi, umuman ayalmagan narsalarda. Kotelniy qismi ham zo'r yig'ilgan. Polностью topli pollar bor, radiatorlar qo'yilgan. Xo'p, давайте mana shu zdaniyadan boshlab hozir ko'rib ketamiz. Nimalar borligini keyin уже sizlar bilan narigi zdaniyani ko'ramiz. Xo'p, bu yoqda mana o'rtada sanuzel bitta общий. Keyin bitta spalniy qismi. Eslatib o'taman, hamma mebel texnikalar qo'yapti. Ba'zi bir narsalar olib chiqib ketilar ekan. O'ziga lichniy narsalar olib chiqib ketiladi. Bu yoqda mana zal qismi. Bilan zal qilib qo'ysalar yoki spalniy qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Hamma mebellar qo'yapti, kraslar yashaysizlar, umuman vложение yo'q. Zo'r, juda ham zo'r qilingan. Darvozalar avtomatik qilingan. Elektrokarga zaryadkalar ham bor. Qani ketdi endi. Mashinadan boshlab ko'rib ketamiz. Birinchi mashina oyoq kiyim yechish uchun joy отдельно mo'ljallangan. Qaranglar. Hol qismi mягкий zona qilingan. Patologlarga, remontlarga e'tibor berasizlar. Juda ham boshqacha stilda, bagadi stilda qilingan. Sifatli uyligi sirazi ko'rinib turibdi, menimcha. Sizlar ham ancha-muncha uy ko'rayotgan bo'lsanglar, sirazi bilasizlar, sifatli va sifatsiz uylarni. Zo'r. Oshxona mebellari ham yaxshi narsalardan qilingan, istalishlar toshdan qilingan. Zo'r. Bu yoqda mana qaranglar. Shundoq panoramik oyna hovliga qarab turibdi. Xo'p, hamma mebel texnikalar qo'yapti deyaptilar. Bir ikkita narsalar o'zimizdan narsalar olib chiqib ketaman dedilar. Xo'p, endi zalni ko'ramiz. Qaranglar zal qismini. Juda ham chiroyli. Patologlarni qaranglar. Klassik stilda qilingan. Bu yoqdagi mebellar ham, texnikalar ham qo'yapti. Zo'r. Hammamizga mana shunaqa chiroyli va fayzli xonalar nasib qilsin. Xo'p, topli pollar bor, hamma xonada radiatorlar bor. Etotlar umuman qishda вообще muammo bo'lgani yo'q. Hamma xona issiq turdi deyaptilar. Bu yoqda mana birinchi etaj uchun bitta общий sanuzel. Podval video oxirida ko'rsatib ketaman. Hozir sizlar bilan endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Birinchi etajda ko'rdinglar, katta hol, oshxona. Bu yoqda zal qismi va sanuzel bo'lyapti. Ketdi endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Xo'p, endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Mana patologga qaranglar. Chiqishimizda katta hol qismi qilingan. Bilasizlar, hozirgi uylar unaqa ikkinchi etajda hol qilishmayapti, lekin bu juda ham foydali zona deymiz, bemalol mягкий zona qilib o'tirsanglar bo'ladi bu yoqda. Давайте сразу master spalniyadan boshlaymiz obzorni. Xo'p, bu spalniyamiz ichida ko'rib turganingizdek hamma mebellari bor, texnikalar, konditsioner va отдельно o'zini sanuzel bor. Dushovoy qilingan. Qaranglar. Sifatda zo'r qilingan va o'zini отдельно garderob qismi bor. Kattagina. Spalniya ham o'zi katta qilingan ekan.
Keyingi xonamizda yana bitta spalni. Bu yoqda ham hamma mebellari bor. Aytib o'tganimdek, hamma mebellar qavatda o'zligini narsalari olib chiqib ketiladi. Bu yoqda ikkinchi etaj uchun общий sanuzel va ikkita spalni bor yana. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Buni o'zingizlarga moslab mebelni qo'yib olsanglar bo'ladi. Xo'p, videoni tasdiqlab qo'yish esingizdan chiqmasin, bunaqa imkoniyat kamdan kam bo'ladi. Podvalni ko'rsatmadim, hozir podvalni ko'rsatib, shu bilan videoni tugatamiz. Xo'p, endi podvalni ko'ramiz. Podvalda ikkita katta zonaga ajratilgan ekan. Bu birinchi zonasi. Xohlasanglar kinoteatr, xohlasanglar игровой zona, garderob qilsanglar bo'ladi. Bu yerda mana bitta katta zonaga ajratilgan. Fortishkalarni ham katta tashlagan ekanlar, havo aylanishi zo'r. Xo'p, uyimizni joylashgan joyini aytib o'tdim. Tiklanishi eng zo'r mahallalardan bittasi joylashgan. Narxlari va ham Yevropa opisaniyada bo'ladi. Ulgurib qolishlarga maslahat beraman. Bunaqa uylar juda ham kamdan kam sotuvga chiqadi. Olgan odam maza qilishi kerak deb o'ylayman. Hamma informatsiya opisaniyada bizdan kuzatishni davom eting. E'tiborga rahmat. Videoni tanishtirib qo'yish esingizdan chiqmasin.